Ko'pchilik mutaxassislar meni bolalarning litseniyasiga aralashadi deb muhokama qilishadi, lekin o'zim nimagadir ishonchim komil bo'lmasa, bolani litseniyasiga, dorilarga aralashmayman. Misol uchun aytadigan bo'lsak, miyamizdagi impulslar har doim natriy va kaliyning harakatidan kelib chiqadi va doim ikkita mana shu modda balansda ishlashi kerak. Balans buzilsa, neyronlarda portlash yuzaga keladi. Natriy ko'p bo'lsa, miya hujayralari suv yo'qotadi, kam bo'lsa, miyada suv yig'ish jarayoni bo'ladi va bundan bolada injiqlik bo'lishi, miyada bosim oshib ketishi, o'zini boshqara olmasligi, juda ham yig'loq bo'lib qolish holatlarini biz kuzatishimiz mumkin. Agar kaliy yetmasa, bola juda ham giperaktiv bo'lib ketishi, tishlashi, baqirishi, o'zini urish holatlarini biz kuzatishimiz mumkin. Magniy bo'lsa, nasos vazifasini bajaradi. Natriyni haydaydi va kaliyni organizmga singdirib beradi. Shularni ham hisobga olgan holda ba'zi bolalarda o'sha neyroleptiklar bilan bo'lgan, natroplar bilan bo'lgan lecheniyalar bizga effekt bermaganda, ya'ni natijamizda, dinamikamizda tez bo'lmaganda men lecheniyalarni almashtirishni tavsiya qilaman va shunda biz defitsitlarga qaraymiz. O'sha defitsitlarni to'ldirib turib, keyin o'sha neyroleptiklar bilan ishlashi to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ota-onalarga ko'proq yordam berish uchun doim o'qiyman va ishonchim komil bo'lgan narsani doim ota-onalarga tavsiya qilaman. Ota-onalarga, bolalarga yordam bo'ladigan pozitsiyani tanlayman.